Zo'r tomoni biz dokumentlar zo'r bor keladi. Mana life hack. Biz dokumentlarga yaxshi etib oling. Aka qalay ketyapsiz? Yaxshi joylashib oldingizmi? Ma'qulmi avtobus o'sha reklamada ko'rganingiz raqam ekan? Yaxshi etib oling. Qaysi biridasiz? Bundan ichilari zo'rmi avtobus? Yaxshi, zo'r. Yaxshi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi Moskvadan Toshkentga qo'yilgan avtobuslarimizni qisqachagina obzorga beramiz. Ikkita reysimiz chiqadi bugun. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashgan. Transportlarimiz ichki holatlari ham, tashqi holatlari ham talabga javob beradigan darajada har bir reysdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Ko'rib turganlaringdek bagaj keng. Yo'lovchilarimizdan birlari mana skuterlarni ham joylashgan, bemalol sig'ib turibdi biz butunligicha. Har bir yo'lovchiga shunaqangi ikkitadan so'mga besplatniy bo'ladi. Salon pokiza, mana gilamlar to'shab qo'yganmiz, poyabzallarimizni yechib chiqib joylashamiz. Avtobusimizning ichki holatlari mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkita oldi orqada monitor, har bir yo'lovchini alohida o'rindig'ini tepasida zaryadniki bor. Sidenalarning oralari keng. O'tirganda ham qiynalmasdan ketish mumkin. Poyabzallarimizni yechib chiqib joylashamiz. Aka, yaxshi joylashib oldingizmi? Qisilib qolmadingizmi o'tirganingizda? Zaryadni ishlayaptimi aka? Yaxshi yetib oling. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kontaktlar qoldirib qo'yamiz. Reyslarimiz Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan Toshkent, Samarqand yo'nalishida.